eFootballda ikki xil vartalistlar bo'ladi. Sizni vartalistingiz qanaqa? Hozir buni ko'rib chiqamiz. Bundan oldin videoga like, kanalga obuna bo'lishingiz tavsiya. Yana bir gap, kimga moneta kerak bo'lsa, Telegram kanaliga o'tib qo'yasizlar. Xo'sh, eFootballda ikki xil vartalistlar bo'ladi. Bular himoyachi vartalistlar yoki hujumchi vartalistlar hisoblanadi. Xo'sh, himoyachi vartalistlarga o'tadigan bo'lsak, himoyachi vartalistlar o'zini joyida turadi, hech qayerga chiqmaydi. Bitta plyusi bor himoyachi vartalistdan, uning refleksi balandroq bo'ladi. Birga bir yaqindan katta deb qo'yganda tez qaytarish ehtimoli juda ham katta bo'ladi. Yana ularni bitta plyuslaridan biri zona tepilgan udalani bemalol vartalda turib qaytaradi. Ikkinchi atakoychi vartalistlarga qaytadigan bo'lsak, u atakoychi vartalistlar chizuvdan ham chiqib turadi va himoyachiga o'tgan paytda hujumchiga yopishib ham oladi. Himoya ham qayta o'ynaydi. Masalan, vartalist himoyada o'ynasa, himoyada turadi. Qattan bilamiz, atakoychi vartalistmi yoki himoyachi vartalistmi? Bizning vartalistimiz qanaqa degan savol bersanglar, pesga kirganinglardan keyin vartalist ustiga bosasizlar, o'tdinglar, mana o'ynash stilini tepasida yozib qo'ygan bo'ladi. Defensing yoki atakuющий vartalist deb endi ruschada, inglizchada har xil bo'ladi. Video yoqdimi yoki yoqmadimi videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Tez ham